Pardon. Shoshmanglar, bekovlar diqqatiga. Nazorat qilasizlar. Xudoy taolo ob-havoni ham berdi. Salqin bo'ldi. Endi mana katta polvonlar olishyapti. Katta polvonlar diqqatiga. Kim suv ichishga chiqadimi? İçi og'riydi, chiqib ketadimi? O'sha yutqizgan bo'ladi. Davradan kim chiqib ketdi? Bu nima ahvol bu? Bir xilinga chiqib ketganing 1 soat bo'ldi. Ana shu narsa bo'yniga qo'ying. Aylanmay kurashdi. Kim bor? Tojikistondan mehmon polvonlar kim bor? Alisher degan polvon bor ekan, Tojikistondan kelgan. Kel mehmon yigit. Bormi mehmon polvonlar? Endi gap quloq so'nglar. Tovoqqacha tovoq polvonlari bor ekan. Bosdingmi, Gulot?